Hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarini eslaylik. Al jannatu tahta aqdamil ummahat deganlar. Jannat onalarning oyog'ini ostida deb aytganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bir hikoya bor. Bir madrasani burungi davrlarda talabalari dars o'qigandan keyin ularga imtihon qilishlik uchun ustozlari ertaga sizlar burungi paytlarda shunaqa bo'lgan, ya'ni ilm ahli, din ahlini to'la ta'minoti xalqni zimmasida bo'lgan. Shuning uchun xalq o'zlari bir joyga dehqonchilik qilib, u ilm ahlini bor yo'qligini bilmaydi, o'sha yerda hosillarga bergan. Haligi marosimlar qilsa, hozir ham bo'lib qoladi, bir qishloq joylarda, chekka joylarda bor saqlanib qo'ygan. Haligi non-pon tuyun qiladi, tagiga bir oqliq solib qo'yadi, mato, ha? Kimdaligi shildir-shildir chim kiymaydigan ko'ylakni solib qo'yishadi-yu. Bu qayerdan kelgansa, o'sha avvalda marosim qilinsa to'la oziq-ovqat solingan, tagidagi mato u biz tilda aytganda kasm shunday materiali. Haligi ko'ylak bitta boshdan sarpo solingan, hamma boshdan shunaqa qilingan. Nima uchunsa ayollarni ta'minoti erkaklarning zimmasida nafaqa. Ilm ahli, din bilan shug'ullangan insonlarning ta'minoti to'la xalqning zimmasida bo'lgan. Chunki unday qilinmasa, u insonlar ham o'zini bolam chaqamda tirikchiligiga o'tib ketib qolsa, din ishi orqaga ketib qoladi degan nuqtai nazardan qolaversa, hadis sharifni ko'p eslaymiz. Ilm ahllari payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam merosxo'rlari degan munosabatda shu ish qilingan va o'sha madrasalarda avvalgi davrlarda payshanbalik degan bir marosim bo'lgan, noan'anaviy. Ya'ni payshanbalik degani har payshanbada haftada bir haftalik talabalarni ota-onalari bolalarini o'qitgan uchun maoshga o'xshagan narsa olib kelib bergan. Hamma baqadir imkon, kimdir meva olib kelib bergan, kimdir kiyim olib kelib bergan, kimdir pul olib kelib bergan, shunaqa bo'lib turgan. Va bir kitob tugatilgandan keyin yana katmona kitob tugatish ma'nosida bo'lgan, ikkinchi kitobning boshida duo bilan bo'lgan. Shu tarzda ming yillab xalqimiz ishlab kelgan. Islomni bizga yetib kelish yo'li, ilmni bizga yetib kelish yo'li mana shu uslub bilan bo'lgan. Buni mana yoshi katta bu yerda o'tirganlarimiz juda yaxshi biladi. Bahor kelib mevaga daraxtlar hosil berishni boshlasa, birinchi pishgan hosilni ahli ilmlarga olib chiqilgan, qo'ni-qo'shnilarga berilgan, mahalladagi katta yoshi katta insonlarga avvalni berilgan. Mana shu bilan yurtda baraka bo'lib saqlanib turgan. Endi shunday paytlarning birida bir talabani ustozi ertagalik menga payshanba kuni kelganlaringda, hammalaring menga nimadir olib kelgan paytlaringizda eng yaxshi narsa bo'lsin. Eng yaxshi narsani olib kelar. Qani kimniki eng yaxshi bo'lar ekan? Ya'ni biz bugungi kunda ko'rik tanlov deymiz-ku. Shunga o'xshash chora qilibdi. Keyin o'sha kuni shayx kutib tursa, shogirdlar kimdir bir yaxshi kiyim, kimdir bir tansiq taom. Ya'ni hamma o'zining imkoniyatida, o'zining fikrida nimadir yaxshi narsani olib kelishgan. Olib kelishgandan keyin yaxshi deb haligi narsani ko'rib ustoz yaxshi deyapti-yu, lekin yuzi ochilmayapti. Ya'ni ko'nglidan, ichidan xursand bo'lib ketmayapti. Bu nimani ko'rsatadi? Demak, u odamni kutgani bo'lmayapti. U boshqa narsa kutgan edi. Shunda bir o'zi o'rtaxo'rroq oiladan bo'lgan, lekin darslarni puxta o'qiydigan ziyrak bir talaba bir chekkada qimtirib qo'lida bir kichkinagina bir xaltachaga o'xshagan bir siqim bir narsani ushlab turgan ekan. Ha bolam, sen nima qilyapsan? Sen nima olib kelding? Desa, men ham olib keldim. Nimani olib kelding? Mana shu narsani olib keldim deb bir tugunchada nimaligini hech kim bilmaydi. Keyin Malika, sen ham ber nima deb, sen shunday och buni nima deysa, hamma nima ekan deb ba'zilar kulib, ha bu endi kambag'al nima olib kelar edi deb hamma nima ekan deb mensimasdan tursa, haligi matoni shunday ochsa bir piyola tuproq ekan. Bir siqim tuproq. Men sizga mana shuni olib keldim. Hamma talabalar kulib, shuda endi bu topgan olib narsasini tuproqni nima qiladi degan fikrda turganda, keyin bu nima uchun tuproq olib kelding? Qanaqa to'g'ri tushuntirib bering deganda, haligi yigit ustoz, beadablikka burmasangiz, men o'zimning munosabatimni aytsam, nima desa, to'g'ri kimdir imkoniyatdan kelib chiqib boylik qilib qimmatbaho narsa olib kelyapti, sarpo kuni boshqarib, lekin men sizga bu dunyoda yo'q bo'lgan narsa olib keldim. Nima ekan bu dunyoda yo'q degan narsasi? Men sizga jannatdan tuproq olib keldim. Jannat tuprog'idan bir siqim olib keldim. Yo'q, topilmaydi deganda hamma hayratda qoldi.
qanaqasiga bunaqa bo'ladi? Inson bu dunyoda turib jannatga kira olmaydi, jannatdan narsa olib kelolmaydi. Sen nima nazarda tutyapsan deganda, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom jannat onalar oyog'i ostida deganmi? Shuni o'qidingmi? Ha. Men onamni oyog'ini tagidagi tuproqdan olib keldim. Shu bilan men ayta olamanki, demak jannat tuprog'ini olib keldi. Mening narsam eng qimmati deb aytgan ekanda. Demak, muhtaram azizlar, biz eshitayotgan narsalarni bu hikoya bizga nima beradi? Eshitayotgan narsalarimizni yuzaki tushunishimiz kerak emas. Shunaqa ekanda deb qo'yish kerak emas, balki uni ichiga kirishimiz kerak. Nima deyilyapti? Nima bo'lyapti bu yerda? Haqiqiy ma'noda tushunishimiz kerak. O'tgan safar ham aytdik, ba'zi narsalarni majoz tushunishlik holati bor. Yo'q, biz haqiqiy ma'noda tushunishimiz kerak. Majoziy ham, haqiqatini ham inkor qilmasdan tushunishimiz kerak.